Marg'ilon shahar Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini Yo'ldosh shaharchasida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida keng ko'lamli qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Ilhomjon, familiyam Hadiyatullayev. Men shu 2025-yilda Navro'z mahallasiga rais bo'lib saylanganman. Hozirda shu mahallada raislik qilib kelyapman. Yo'ldosh shaharchasida 1300 dan oshiq aholimiz yashaydi. Bu aholilar o'zi xonadoniga quduq ko'lasa, bu joylarda suv chiqmasligi hisobiga suvga qiynalib kelib, prezidentimizning 298-qarorlari, sonli qarorlari bilan yangi O'zbekiston qiyofasiga kirgizish bo'yicha topshiriqlari chiqqan, qarorlari chiqqan. Shu qaror bo'yicha yangi O'zbekiston qiyofasiga kiritildi. Mazkur hududda yangi O'zbekiston qiyofasi davlat dasturi loyihasi asosida bir dona suv qudug'i, bir dona suv minorasi va 12 kilometr ichimlik suvi tarmoqlari tortish ishlari olib borilmoqda. O'zlashtirmay yerlarga suvni chiqarib bergan bosh bo'lib turgan prezidentimizga rahmat. Bosh bo'lsinlar, jonlari omon bo'lsin. Mana shu xalqimizni o'ylab shunchalik sharoitlar yaratib beryaptilar. Buni bunaqa narsalarni o'ylaganimiz ham yo'q edi. Ichimlik suvlari bo'lsa, hayotimiz yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Mahalla-ko'y, dasht joylar, qip-qizil cho'l joylar edi. Mana shunchalik xalq kelib, prezident nimasi bilan o'shalar hamma obod bo'lib, chiroyli bo'lyapti hammamiz, Xudoga shukr. Bundan bahsiga ham shunaqangi ishlar yaxshi bo'lib, tashkiliy ishlar yaxshi bo'lsa, rahbariyatlarimiz hammasining tan joni sog' bo'lsin. Bir so'z bilan aytganda, amalga oshirilayotgan ishlar natijasida Yo'ldosh shaharchasida yashayotgan aholining ichimlik suvi ta'minoti yanada yaxshilanib, turmush sifati oshishiga xizmat qiladi.